Men Instagramda motivatsion videolar sizlarga ham chiqyaptimi yo faqat menga chiqyaptimi? Kim meni ism familiyamni kiritib eng kambag'al odam deb belgilab qo'ydi Instagramga? Faqat bitta oshnamasidagi videoni ko'rib keladi-da, ota-onang nima maqsadda seni baqishayotganini bilasanmi deydi. Men ho'kizmanmi qanaqadir maqsadda baqilaman. Ular harakat qilyapti, seni baqish uchun deydi. Men nima qilyapman? Baqilmayapman. Baqilyapman-ku mana zo'r bo'lib. Kechqurun 1da turib turib, "Baba harakat qilish kerak-da" deydi. Kechqurun 1da qanaqa harakat qilaman? Qonun torg'isi ko'tarib chiqib olmayman. Ikkita qo'limga asfalt yo'lda o'rtasiga mashina yo'q joyga sotiladi deb. Nima qilish? Instagramda yomon. Ikkita videosi 123 ming prosmotr olib sразу pulli kursimga start berdim. Nimani o'rgatasan pulli kursingda? Ertalab 6da turishni o'rgatasan. Budilni qo'yasizlar, uxlaysizlar, 6da turasiz. Yotoq topolmasdan ishlashni o'rgatasan. Bu yoqda millionerlardan so'raydi, qanday boyib ketdingiz desa, "Ha endi o'xshab qoldi" deydi. Akamiz bu yoqda umrida grechka yemagan odamni singari, hali hech ham avtobusga pul bermasdan tushib ketmagan odamni singari 100 ta sirini o'rgataman. Qanaqa 100 ta sir? 50 million kreditingni hisobga olmasa, pulga aloqador joying yo'q umuman.